abi. Turkiya deb o'ylanma, bu hech qanaqa Turkiya emas, Toshkentga yaqin bo'lgan joy, ya'ni Tashmori oromgohiga keldik. Men sizlar uchun shunaqa joy topib qo'ydim. Nimaga deganda, bu yerda maza qilib turib otalarim bilan, yinalarimni, aka, uka, opa, singillarim, oilalarim bilan kelib turib, shunaqa lechinalar olib turib dam olsalarim bo'ladi. Bu oromgohda xullas 7 yoshdan 70 yoshgacha mo'ljallangan dam olish deganda kallalangizga nima kelayotgan bo'lsa, hammasi bu yerda bor. Sauna, basseyn, oshxona bor. Xullas nima kelsa ana shular hammasi bor. Dam olish maskanda eng so'nggi tibbiyot texnikalari bilan jihozlangan sharoit zo'r, eng asosiysi hamyonbop. Aka, yanga, qachongacha bu ish deb turib o'lib ketasizlar. O'zlaringiz uchun ham yashash bilinglar. Qachongacha men sizlarni qayorib juraman. Bo'ldi, o'chir videoni.